meni ismimni meni yaxshi ko'rib farzandiga Muhammad deb ism qo'ysa, qiyomatda o'sha Muhammadni ham ism qo'ygan zotlarni ham Alloh jannatiga kiritadi dedilar. Sharhida bir narsani keltirgan. Mahshar deydigan bir vodiy bo'lar ekan. Unda yaxshi yomon, erkak ayol, mo'min kofir, mag'lub mavjud hammasi yig'ilar ekan. Mana shu joyda bitta xitob bo'lar ekan farishtalardan. Allohimni bandalarini ichidan Muhammad deganlari bormi desa, bilmadim 1 millionni qo'l ko'taradimi yoki 1 milliardni biz deydim. Shularni Allohim gunohini kechaman debdi, jannatga kiritaman debdi. Habibimni ismini hurmatidan debdi. Ikkinchi keltirilgan hadisda kimni ayoli homilador bo'lsa desa agar shu tug'ilajak farzandni ismini Muhammad deb qo'yaman desa, shu bola o'g'lon farzand bo'ladi dedilar. Hech shu gapning tegini topolmasdik. Qizi ko'p odamlar ulamoga murojaat qilganda endi tug'iladigan farzandingning otini Muhammad deb qo'yaman degan, shu o'g'il bo'ladi degan gapni tegini topolmasdik. Hadisda bor ekan, kitobda bor ekan. Uchinchi keltirilgan hadisda qaysi onani qornida bola turmasa desa agar shu tug'ilajak farzandimni ismini Muhammad deb qo'yaman desa, o'sha bola yashab qoladi dedilar. Yana aytadilar, taom yeyotganda, mu'minlar jam bo'lganida, maslahatlar, mashvaratlar bo'layotganida yoki tijoriy aloqotlar bu shartnomalar tuzilayotganda ichidan bitta Muhammad degan odam bo'lsa, shularni hammasiga Allohning barakoti yog'adi dedilar. Birodarlar, shuncha odamning ichida bitta Muhammad degani bo'lsa ichimizda, shuni sababidan Allohning barakotlari, xayrlari yog'ar ekan. Ismoil Haqqa aytadilar, Muhammad nomini hurmatlashlik, e'zozlashlik, bunga diqqat qilib e'tibor qilishlik har bir mu'min uchun lozim va lobud deydilar. Yana bir masalani keltirilgan kitoblarda. Bolaga Muhammad deb ism qo'ydik. Hop, Muhammad yaxshi bo'ldi. Lekin bolada endi bir xato qiladimi? Bola deb bir g'alat qiliqlar qiladimi? Shuni agar kim so'ksa shu bolani ismini qo'shib, "Am Muhammad falon bugun, am Muhammad bugun bugun" deb qolsa, 4 mazhabda kofir, xotini taloq degan. Shuning uchun tamyiz qilinar ekan. Tamyiz degani Rasulullohning ismlari bilan bizni farzandimizning ismini ajratib olar ekanmiz. Ajratishda. Masalan, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf, Muhammad Amin. Birodarlar, hamma ulug'larning nomini qarang, hammasini oti Muhammad. İmam Buxoriy ismlari Muhammad. Abu Isa at-Tirmizi ismlari Muhammad u kishini. Al-Hakim at-Tirmizi u kishi ham Muhammad. Imom Muslim u kishi ham Muhammad. Alloh rahmat qilsin shayximiz Hazrat Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf. Qarang ahir Muhammad ismiga qanaqa barakotlar yoqqan. Hurmat qilish haqida. Mahmud G'aznaviy deydigan bir podshoh bo'lgan ekanlar. Bu odam bo'lgan odam. Shunaqa bir podshoh bo'lgan Mahmud G'aznaviy. Bu kishi Amir Temur hazratdan ilgari, Zahiriddin Muhammad Bobur hazratdan ilgari Hindistonni shu odam zabt etgan. Bu odam Mahmud G'aznaviy hazrat nihoyatda dindor, xudojo'y odam ekanlar. Nihoyatda taqvolik odam ekanlar. Shu kishini Muhammad deydigan bir tansoqchilari bor ekan. Shu tansoqchilarni bir kuni Mahmud deb chaqirib qopdilar-ku. Hamma hayron. Ey Muhammad, nima bir g'alati ish qilavding? Noto'g'ri ish qilavding. Shoh seni Mahmud deb chaqiryaptilar. Yana bir pastor Muhammad deb chaqirib ketdilar. Vazir so'radi. Sultonim dedi. Bu dedi, nima noto'g'ri ish qildi? Otini Mahmud deb chaqirib qoldingiz, yana Muhammad deb ketdingiz. Mahmud G'aznaviy aytarmishlar. Birodarlar, meni kechiringlar, men ham bandamanda. Betahorat bo'lib qoldim. Betahorat og'zim bilan Rasulullohning ismini aytgani uyaldim. Mahmud deganimga rozi bo'lgin degan ekanlar. Ketidagi hadisda Bani Isroilda bir gunohkor yashar edi. U 100 yil gunoh qilgan ekan. Shu olamdan o'tganda Bani Isroilning odamlari olib chiqib axlatxonaga otib yuborishgan ekan. Ey badbaxt o'zingdan qursin, jasadingdan qursin. Hazrati Musoga Allohdan vahiy bo'ldi. Bandamni axlatxonadan chiqaring, uni tanini yuvib, unga janoza o'qing degan farmon bo'ldi. Hazrati Muso kelib aytilgan joydan jasadni chiqarib yuvib tarab tursalar, Bani Isroilning odamlari, ey Allohning payg'ambari Muso, bu badbaxt-ku bu. 100 yil noto'g'ri iflos ishlarni qilgan. Buni biz axlatxonaga tashlab yuborganmiz. Allohga aytdilar Musa alayhisalom, Allohim bandalaring buni gunohkor deb guvohlik berishyapti-ku. Allohimdan vahiy keldi. Shundoq ey Muso dedi.
bu bandam gunohkor dedi. Lekin bu bandam har gal Tavrotni ochganida, varaqlaganda, Muhammad degan nomni ko'rganida ko'ziga surtar edi, shuni o'par edi, shuni hurmatidan gunohini kechib qo'ydim dedi. Birodarlar, Muhammad nomini Alloh uchun hurmat qilishimiz kerak ekan. Bu o'rinda masalani uzoqqa olib borib bo'lmaydi. Bundoq ma'nolarni hozir biz makana Muhammadun so'zini o'zidan o'talmadik bu yoqqa. Bu yog'ini aytish uchun soatlab vaqt kerak bo'ladi. Lekin bu joyda to'xtatishga majburmiz, chunki bu jamiyatga, odamlarga bu malol kelmasligi kerak. Lekin birodarlar, xulosa shuki, Rasulullohning nomlari ulug' ekan. Ul zotning nomlariga qilingan hurmat ham savob ekan. Uni behurmat qilishlik gunohi azim ekan. Bundan o'zimizni tiyaylik ekan. Mana xulosa. Allohim Rasulullohning shafaatlaridan barchamizga nasib aylagin.